Davom etamiz. Ikkinchi iqtibosimiz Nasim Talebdan. Agar sen oson zerikayotgan bo'lsang, demak seni axlat aniqlaydigan sensoring yaxshi ishlayapti. Agar sen bir unutayotgan bo'lsang ba'zi narsalarni, demak seni miyang filtr qilishni biladi. Agar sen xafalik his qilayotgan bo'lsang, demak sen insonsan. Uzun iqtibos bitta-bitta sharhlaymiz. Zerikish birinchisi. Zerikish nima? Zerikish o'zi qiziqish nima? Shundan boshlaylik. Qiziqish bu olinayotgan ma'lumotni inson qayerda ishlatishni bilishi. Ana shu, sodda. Ya'ni interest, qiziqish bu inson o'rganayotgan narsasini qayerda ishlatishni biladi. Eng kamida kimgadir aytib beraman deydi. Eng kamida dunyoqarashim kengayadi deydi. Eng kamida olib turib mashina orqali pul topaman deydi. Tanish orttiraman deydi. Ana qizga uylanaman deydi yoki men ishimni bitirib olaman deydi yoki vaqtim zo'r o'tadi deydi. Ya'ni inson qachon bir narsaga qiziqadi, qachon miyasi o'zi ongli bilish shart emas. Miya bilsa ham yetarli. Miya o'sha ishni, o'sha bilimni, informatsiyani qayerda ishlatishni bilsa. Demak, siz zerikayotgan bo'lsangiz, demak sizga bu kerak emas. O'rganayotgan narsangiz. Ya'ni bu o'sha BS detektor degan axlat degani bu. Ya'ni siz o'rganayotgan narsa siz uchun axlat nima degani? Axlat kerak emas narsa degani. Lekin biz tashlayotgan axlatlarni kimdir olib ketadi-ku. Misol uchun butilkani alohida ajratamiz, shishani alohida ajratamiz, baklashkani alohida. Kimdir oladi shuni, qayerdir keyin ishlatadi. Demak, bizga keraksiz bo'lgan narsa kimgadir kerakli. Siz uchun axlat nima? Sizga kerak bo'lmagan narsa. Ana shu miyangiz to'g'ri ishlayapti degani, sizga kerak emas narsada siz zerikishmaysiz. Uxlab qolyapsiz mana shu gaplarda, iqtibos loyihamizda. Bu men aybim, avvalo qiziqarli gapira olmayapman. Lekin siz noto'g'ri joydasiz, balki topkur. Sizga bu narsalar kerak emas. Siz eshitayotgan, men gapirayotgan narsalarni qayerda ishlatishni bilmayapsiz. Hayotingizda zerikmaysiz yoki qiziqmaysiz. Shu narsa ikkitasidan bittasi bo'lsa, mencha mana shu gap sizga qiziqarli bo'lmaydi. Hozir mana shu iqtibos loyihasini ko'rib turibsiz, shu minutigacha yetib keldingiz, rahmat, siz top 50% ichidasiz. Endi mana shu gaplarni gapiryapman o'rniga men sizga hozir fizika haqida gapirishni boshlasam, nimaga mana bu telefonni tashlasam, planshetdan sekinroq tushadi deb tushuntirishni boshlasam, ketib qolishni boshlaysiz. Kerak emasda qayerda ishlatasiz, bilmaysiz. Lekin muhandisga gapirsam, balki topkursan ertaga raketa uchirmoqchisan, qara. Mana bu ikkita har xil obyekt har xil balandlikda tushadi. Bu kattaroq bo'lgani uchun yer buni qattiqroq tortadi deb tushuntirsam, o'tiradi. Demak, bundan nima xulosa olamiz? Bir narsaga bir odamni qiziqtirmoqchimisiz? Unga qayerda kerakligini tushuntirib qo'yishingiz kerak shu narsa. Hey, mana bu yerda kerak bo'ladi senga. Uylanayotganda kerak bo'ladi siz. Mashina o'tiradi. Uylanayotganlar men kerak emas, uylanib bo'lganman deydi. O'shaning uchun hozir istalgan kurs sotmoqchi bo'lgan odam hammaga kerakli gapni ishlatadi. Boyib ketmoqchimisiz? Demak. Baxtli bo'lmoqchimisiz? Demak. Sog'lom bo'lmoqchimisiz? Demak. Nima qilish muhimligi qiziq emas. Shunchaki u hammaga kerak-da, o'shaning uchun qiziq o'sha mavzu. Lekin xotirjam bo'lmoqchimisiz? Demak desam, xotirjam bo'lish hammaga ham qiziq emas. Yo'q. Shuning uchun miya o'ziga kerak bo'lgan shuni filtr qilib oladi. Demak, zerikyapsizmi bir narsadan? Bitta ikkita muammo bor. Birinchisi, o'sha o'qiyotgan narsa sizga kerak emas hozir. Miyangiz bilyapti o'sha narsani. Sizga bu narsa kerak emas. Qayerda ishlatishni bilmaysiz va ishlatmadingizmi sizdan chiqadi. Ikkinchisi, o'rgatayotgan odam shuni sizga nega kerakligini tushuntirib bera olmayapti. Bitta odam safarga ketyapti, uzoqqa, Buxoroga ketyapti. 12 soat, 14 soat borish kerak poyezdda. Va unga oldingizda kompas berib yubordingiz. Bersangiz, u tashlab yuboradi, kerak emas deydi. Lekin siz o'tirsangizda menga qara. Buxorodan tushganingda borgan o'rtada poyezd to'xtab qoladi va sizlarni tushiradi. Tushirgan joylarda adashib qolsanglar, shaharni topib borib yo'q borish kerak bo'lganda kompasda mana bu nuqtaga qarab yurasan desangiz, bu olaman. Mabodo poyezd to'xtab qolsa deb oladi. Yoki olasizda qo'yiga baklashkada suv berasiz. Qara,
o'zi suv beradi poyezdda, lekin bitta joyi bor, to'xtaydigan joyi bor. O'sha yerda suv olish mumkin emassan. 2 soat chanqab qolasan. O'sha joyda kerak bo'ladi. "Man, ol" tushuntirsangiz, "Ha, oladi, oladi." Demak, bilimni ham biz beryapganda, qayerda kerak, "O, menga qara, mana bu narsani eslab qol, mana bu yerda kerak bo'ladi" desak, "Ha, ishladi." Demak, men sizga aytayotgan narsam hozir zerikayotganingizda kerak bo'ladi. Bu filtr. Ajrating. Zerikyapsizmi? Hozir emas demak. Hozir payti emas. Payti keladi, eshitasiz. O'qituvchini ham aybi bu. Siz nimaga kerakligini tushuntirib bera olmayapti. Ikkinchisi, agar ba'zi narsani unutib qo'ydingizmi? Demak, filtr qilishni biladi miyangiz. Odam o'ziga muhim narsani esdan chiqarmaydi. Endi statistika bo'yicha O'zbekistonda 10 milliondan oshiq, 15 millionga yaqin odam Instagram ishlatadi. Demak, sizlar ham ishlatasizlar. Instagramdan misol keltiraman. Instagramda bitta qizni doim kuzatasiz. Asosiy yigitlar kuzatadi, shancha qizlardan misol. Doim rasmlariga like bosasiz. Istoriyalarni o'tkazib yubormaysiz. Va u qiz aytdiki, "Gapim bor, uchrashaylik" dedi. Seshanba kuni soat 4 da. Endi hali uchrashuv esingizdan chiqib qoladimi? Kalendarga yozib, soatlarini qo'yib, dumaloq qilib, budilnik qo'yadi soat 2:00 ga esimdan chiqib qolmasin, shu kimdir chaqirib qolmasin, boshqa desa. O'sha himoya qilinadi atrofi. Kutiladi. O'zi birinchidan o'ylaydi, "Men bu menga yozdi. Nima qilibdi? Taklarimni ko'rganmikan?" Unutmaysiz-da, esingizdan chiqmaydi-da. Keyin maktabdagi o'qituvchingiz soat ertaga o'sha seshanba kuni 3 ta vazifani qabul qilaman, ha? Shuni tayyorlab kelgin deb aytib qo'ydi, biroz. 1 soat farq ikkala uni. Parvoyingiz ham yo'q. Ustoz keldi, "Ha, qanday vazifani qildinglar? Men sizlarga o'tgan safar aytdim." "A? Vazifa? Aytdimmi deysiz? Ha?" deysiz. Ha, u qayerdan? U xotirasi past, espas deymizmi shu bolani? Uchrashuv umuman xayoldan chiqmadi-ku. 15 dakamda borib olgan ikkida. 2:00 dedi-ku, 00 dedi, to'g'rimi? 00:00 ga keladi. Raqamlargacha esida, nuqta virgullargacha esida. Lekin u vazifa esida yo'q. Qizuv, o'ziga qizuv fan bo'lsa esida bo'ladi. Qizuv fan bo'lmasa esida bo'lmaydi. Demak, xotirangizga bir narsa joylashib qoldimi? Ha. Miyangiz yaxshi filtr ishlayapti. Unutib yubordingizmi? Unaqa muhim bo'lmagan ekan. Bitta o'rtog'ingiz uchrashaylik dedi. Rozi bo'ldingiz, ertaga 3 ta gaplashaylik dedingiz. 3 ta esingizda yo'q. Demak, u unaqa muhim emas ekan. Sizga ham nisbatan kimdir nimadir dedi, esdan chiqib qoldi. Miyasi filtr qilib yubordi uni. Filtr qilib yubordi. Bu normalniy qabul qilish kerak. Normalniy, yaxshi qabul qilish kerak. Miya o'zi avtomat qilib tashlaydi buni, odam ongli qilmaydi. Muhim narsalar esdan chiqmaydi bar kitobga. Muhim qo'ng'iroqlar esdan chiqmaydi. Muhim uchrashuvlar esdan chiqmaydi. Muhim vazifalar esdan chiqmaydi. Bu iqtibos, o'tgan safar ham iqtiboslarimizda gaplashgandik, meni o'zimga ham tegishli. Juda ko'p narsalarni men o'sha kalendarda ushlab yuraman, juda ko'p narsalarni mas'uliyat qilib olganman. Esimdan chiqib qoladiganlari bor. Esimdan chiqib qoladiganlari miya meni filtr qo'yyapti. Lekin men vazifam bo'lgani uchun qilaman u narsani, lekin men bilaman u asli eng muhim, eng xohlagan narsam emas. Sizda ham demak shunaqa. Esingizdan chiqib qolyaptimi? Demak, shu narsa unaqa o'ylang. Keyingi qismi iqtibosni xafa bo'layotgan bo'lsang, inson ekansan. ChatGPT bilan hamma gaplashib ko'rgan bo'lsa kerak. Biz auditoriyamiz uni ishlatishni biladi-yu. Xafa qilib ko'rdinglarmi hech? Xafa bo'lib, arazlab savol yozsangiz, "Ey, men xafa bo'lganman, 1 soatdan keyin yoz. Qaror, gaplashmayman sen bilan" deb. Yoki, "Ne unaqasan? Qo'y Ibrohim, men sen bilan gaplashmayman, bo'ldi. Sana Asadbekga aytib beraman" deb. Bo'ldi, 3 kun ko'zimga ko'rinma, savollaring robot-ku. To'g'rimi? Yoki mushukni tors etib uyingizda urmanglar, lekin nabog'da urib ko'rgan bo'lsangiz, tors etib uring-da. Vaa deb baqirib yig'lab ketadi, mushuk ham, kuchuk ham. Keyin shunday boshini silang. Ho qiladi, ya'ni kechirib yuboradi. Voy, hozir uruvdim mana shu sani boshingga. Yoki tovuq, men yoshligimda shunaqa qilardim. Tovuqdan olib turib, pop rosa yugurib turardim, rosa qiynayirdim-da. Keyin ushlab olib turib, dom berib, sekin kevirardi oldimga. Boshini silsam, qoq qo'yardi. Hozir quvladim, hozir patani yuldim-da, yo'masam tosh otdim-da. Endi yoshligimizda hamma narsa qilganmiz. Nimaga? Hayvon xafa bo'lmaydi, esdan chiqarib yuboradi. Robot, ChatGPT mana yoki shunga o'xshagan yuzlab yana robotlar bor. Xafa bo'lmaydi, esdan chiqarib yuboradi. Xafa bo'lish insonga xos.
va bu hayotingizga rang berib turadi. Xursandchilikni qadriga yetasiz. Xotirjamlikni qadriga yetasiz. Xafa qilmaydiganlarni qadriga yetasiz. Qalbingiz shakllanadi. Xafa bo'ling, bu yaxshi, bu okey bu. O'tib ketadi bitta uxlasangiz. Kechirimli bo'lish uchun ham inson xafa bo'lib turishi kerak. Hozir nimaga bu iqtibosni Taleb o'zi aytgan, qo'shgan xafalik haqida va men oldim. Xafa bo'lish epidemiyasi ketyapti hozir. Ya'ni xafa bo'lishga qarshi kurashish epidemiyasi ketyapti. Prozac degan dorilar bor Amerikada. Yozishadi. Depressiyadamisan, xafamisan, antidepressantlar, ichma, xafa bo'lib yurish mumkin emas. Bu patologiya, bu kasallik, ADHD, bu rasstroystvo, buni ichma deb davolashga harakat qilib, davolama, bitta uxlasa o'tib ketadi. Xafa bo'lish bu okey, bu normal. Ya'ni bu odamga xos narsa. İnsonmiz biz. Bunga shubha qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda istalgan hayvonni oling, chuvalchang eng kichkinasi, eng kattasi tovuq, mushuk, hayvon, mol, qo'y. Xafa qilingda, keyin 1 daqiqadan keyin. Endi odamdachi, odamda xafa qilingda, yaxshilab xafa qilib urushib, "Voy, sen insonsiz, dabdalasan, men sendan nima ko'rdim" deb turib xafa qilib yaxshilab, keyin 1 daqiqadan keyin telefoningni berib tur, men bir kun tutay deb qo'ying. O'ta yaqqa deydi. Yoki ignor qiladi. Sen gapirdingmi menga? Yana gapirdingmi? Shunaqa qiladi. Ya'ni insonmiz, shunisi bilan qiziq. Xo'p, nima savollar bor bu iqtibos bo'yicha? Ha. Xo'p, endi biz ikkita tomondan yechim so'rashdi. Yechimni ikki tomondan beramiz. Birinchisi, xafa bo'ldingiz nima qilish kerak? Sizni xafa qilishdi, xafa bo'ldingiz. Misol uchun telefon ko'tarmadi, xafa bo'ldingiz. Bir joyga chaqirdingiz, to'yingizga, oshingizga xafa bo'ldingiz va kelmadi. Misol uchun xafa bo'ldingiz. Yoki yaxshilik qiluvdingiz, kerak emas dedi. Kitob sovg'a qiluvdingiz, olmadi. Yaxshilik nimadir qildingiz, misol uchun qabul qilmadi. Xafa bo'ldingiz. Xafa bo'ldingiz, nima? Siz xafa bo'luvchi sizsiz. Nima qilish kerak? Avvalambor biz iqtibos loyihasidan maqsad o'zimizni tahlil qilish. Ko'p aytganmiz buni. Tahlil qilamiz. Nimaga xafa bo'ldik? Inson 2-3 narsadan xafa bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu o'zini qadri tushganidan xafa bo'ladi. Shumi? Yo'q, meni aniqlab olishimiz kerak. Telefonimni ko'tarmadi, voy, meni mensimayaptimi? Men to'yimga kelmadi, voy. Anaqami? Meni mensimayaptimi? Men sovg'am olmadi, voy, meni mensimayaptimi? Siz ego uchun xafa bo'lasizmi? O'zingiz uchun xafa bo'lasizmi? Mensimadi, meni odam o'rnida ko'rmadi. Bumi? Ikkinchisi, siz o'sha odam uchun xafa bo'lasiz. Ya'ni shu odam bilan munosabatingiz uchun xafa bo'lasiz. Ya'ni men telefonimni ko'tarmadi. Shu biz unchalik yaqin emasmizmi? Nahotki? Men yaqinmiz deb o'yladim. deb xafa bo'lasiz. Yoki to'yim kelmadi, voy. Muhim ish chiqib qolgandir, to'g'ri. Lekin shu muhim ishidan, demak, mendan muhim ishlar, demak, biz unchalik yaqin emasmiz. Xafa bo'lasiz. Ya'ni kutilmazdagi bo'lmadi. Xafa bo'lishni asosiy sababi kutgan narsangiz bo'lmadi. Kutgan narsangiz o'sha odamga nisbatan kutgan narsangiz bo'lmadi. Bu yerda endi ikkita narsa qilishimiz mumkin. Tahlil qilishimiz kerak. Kutilmamiz nega noto'g'ri? Tahlil, nimaga men uni shunchalik yaqin oldim? Gapiga ishonib qo'ydimmi? Yoki men tez yaqin bo'lib ketdimmi? Yoki u shoshib qo'ydimi? Ikkinchisi, xafa bo'lishning asosiy bitta sababi bor. Bu kutilmazdagi bo'lmasligi. Ya'ni bo'lgan ish siz kutgandagi bo'lmasligi. Demak, bu yerda biz o'tiramiz, nega men buni kutdim? Nega men bundan bunaqa narsa kutdim? Nega men buni yaxshilik qiladi deb o'yladim? Nega bu men to'yimga keladi deb o'yladim? Nega bu menga yordam beradi deb o'yladim? Nega bu men sovg'amni oladi deb o'yladim? Kutilmamizni analiz qilishimiz mumkin va o'sha voqeani analiz qilishimiz mumkin. Ya'ni xafa bo'lish bizni o'zimizni yaxshilashga yordam beradi. Kutilmalarimizni to'g'rilab olamiz, hayot haqidagi tushunchalarimizni to'g'rilab olamiz. Men uni yaqin deb yurdim, ko'tarmadi. Balki bu telefon ko'tarmas. Ya'ni telefon qilishni to'xtatamiz. Analiz qilsak, agar xafaligimizni biz o'zimizni to'g'rilab olishga shans bo'ladi. Endi ikkinchi tomon. Xafa qilib qo'ydik biz. Xafa bo'ldi, biz gaplashmayapti, biz bilan xo'mrayib yuribdi. Bunda boyagi uni kutganidek narsa bo'lmadi. Shuning uchun u xafa bo'ldi. Albatta o'rniga o'rin xursand qilishimiz kerak. Birinchisi, albatta bu xafa bo'lish sababini bilish, ikkinchisi uzr so'rash. Bitta uzr bilan ish bitadi. Uchinchisi xursand qilib qo'yish. Sovg'adir, yaxshi so'zdir. Nimaga desa, inson sizni kimdir xursand qilgan bo'lsa, unutib olishingiz mumkin.
xafa qilgan bo'lsa unutmaysiz. Qiyinda. Man o'zim ham ba'zan xabarlarga kech yozaman, telefon ko'tara olmayman va o'shalar esimdan chiqib ketadi. Oddiy misolda solishtirish. Lekin kimdir agar mani xabarimga javob yozmagan bo'lsa, esimda qolib ketadi. Vash, javob yozmadi deyman. Bilaman ish ko'p, bilaman. U bilan atletdan qilmaganini esimda qolib ketadi. Xuddi shunaqa. Esdan chiqarib uchun bir og'iz uzr bo'lsa bo'ldi. Bir og'iz uzr bo'lsa, shu o'rinda hamma javob yozmagan odamlarimdan uzr so'rayman. Telefon ko'tarmagan odamlarimdan hammasidan uzr so'rayman. Shunchaki ulgurmaganimdan, to'g'ri tushuning. Ulgurmayman xolos. Ulgursam bu Xudo xolisa harakat qilaman javob berishga.